Allah'ını unutmam. Bugün 4. ayının 5. günü, bunun da 29 yıl ilgirki bugün günde, yani 1990 yılı 4. ayının 5. günü, Şarkı Türkistan'ın Barı Yesida Barın inqilab partılgan gün. Bu gün, Xitay tajavuzçılarının tümür sepil içinde 40 yıl kulluk ili sığdırılgan Şarkı Türkistan halkının kul buluşunu xalamaydiganligini, qalbida ozodlik, mustaqillik orzusining o'chmaganligi va o'chmaydiganligining qat'iy signalini bergan kun. Barın inqilobi Sharq Turkiston xalqining bizda hayot, bizga ozodlik kerak degan sadosini butun dunyoga jakarlab, tarix sahifasidan shonliq o'rin olgan inqilob. 29 yil ilgari Sharq Turkistonning Aqtu noya Barın yesida Xitoyning planliq tug'ut, diniy e'tiqodni cheklash, Sharq Turkiston ko'chma yo'tkash, irqiy kamsitish qatorliq siyosatlarga, shundaqla dehqonlarning har xil asholarga majburlashi qatorliq zulmga qarshi Chikkiz atrofidagi dehqonlar tinch holda hukumatga norozilik bildirib namoyish o'tkazgan. Xitoy hukumati bu begunoh oqko'ngil dehqonlardan 50 atrofidagi namoyishlarni naq maydonda etib o'ldirib o'tgan. Ko'pincha tutqun qilinib, turmlarga sunib, qiyin qistoqda qiynab o'ldirilgan. Şunun bilan xalqning g'azi qo'zg'alib, Zaydin Yusuf yetakchiligida 2000 dan ko'p dehqonlar qo'zg'olon ko'tarib, soqchixona va hukumat organlariga hujum qilgan. Soqchilarning bir qism qurollariga tortib olinib, Xitoy askarlaridan 5 askar asirga ve qo'zg'olonchilardan bir qismi Xitoy askarlariga asirga tushgan. Hatto Xitoy inqilobchilari bilan suhbat o'tkazib, asirlarni almashtirgan. Zaydin Yusuf başlarken bu inqilab Xitoy hukumati jallotlaridan Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Liping qatorliqlarni qattiq cho'chitgan. Bu jallotlar Barın inqilobining Sharq Turkistondan boshqa shahar va yezillarga kimib ketishdan qattiq qo'rqib, inqilobni tub yiltizdan yo'qotish uchun zamonaviy urush aslalarini ishga solib, qonliq bostirish natijasida 1990 yılı 4. ayning 5. kuni boshlanib 7 kecha kunga davomlashgan bu inqilob Xitoy tajovuzchilarining osmonda tur, yerda qapqon qurib, butun yezni muasirga kelib, o'y kirib qirg'inchilik qilish bilan qonliq bostirilgan. Barın inqilobini bostirish qatnashgan bir Xitoy askari keyin Amerikaga qochib chiqib, Xitoy hukumatining Barı yesida ilib borgan qurolliq bostirish harakatida ko'rganlarni oshkorlagan. Onun deyişçe bütün Barı yesidagi xalq mayli inqilob qatnashgan yoki qatnashmagan bo'lishdan qat'iy nazar o'y kirib bol intiyotgan ayollarni, hatto narsida buvoqlarni vahshiylarcha etib o'ldirgan. Barı yesidagi bostirish jinoyatlari sababli xalqaro jamiyatmi Xitoyni ayblab kelmoqda. Xalqaro kechirim tashkiloti 1999 yili Uyg'urlarning kishilik huquqlari haqida 92 betlik maxsus doklad e'lon qilib, Xitoyning Barın inqilobini bostirish jarayonida Uyg'urlar ustiga elib borgan kishilik huquq dafsanchilariga javobgar bo'lish va Uyg'urlarga qaratgan keng ko'lamli kishilik huquq dafsanchiligi va bostirishlarini to'xtatishga chaqirgan. Barın inqilobi Uyg'ur xalqining mangu tizib bitmaydigan bir qahramon millat ekanligini, Sharq Turkistonning Xitoyga mansub emasligini butun dunyoga jakarlagan, shundaqla Uyg'ur xalqining mustaqillik ruhini namoyon qilgan bir davr bo'lgich inqilob. Biz Sharq Turkistonliklar Uyg'ur xalqining to'lib toshgan milliy g'urur, tutmas tugmas ruhiy jasorat va milliy iroda aks ettirilgan bu sharafli inqilobni suyunish va faxrlanishda eslaymiz. Shundaqla bu inqilobda o'zining qimmat hayoti va borliqini xalqning ozodlik uchun qurbon qilgan ashu shahidlarimizni qayg'u hasrat ichida eslaymiz. Shundaqla Barın inqilobi tarixni yaratgan Uyg'ur millatining ma'naviy boyliq bo'lgan Zaydin Yusuf qatorliq milliy qahramonlarimizdan faxrlanamiz. Sharq Turkiston xalqining Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurash irodasini namoyon qilgan bu kunni mangu unutmaymiz. Sharq Turkistonliklar dunyodagi boshqa yo'r xalqlarga o'xshash yo'r tug'ilgan. Biz Sharq Turkistonliklar Xitoy tajovuzchilarining mustamlikasidan qutulib, o'zimizning o'likni qo'lga keltirish uchun odoqqa kurash qilamiz. Barın ruhiy tutashtirgan bu o't Sharq Turkiston mustaqilligini qo'lga keltirishni davomlashqisi. Yashsin Sharq Turkiston mustaqilligi. Barın inqilobini unutmaydi.